Bir do'sti xudo tishingizga kirsa kecha aytsaki faloni ishni qilsang Xudovand senga jannatdan bir avli beradi. Qancha xush bilasiz. Har taraf ko'zingizni olg'urasiz, xullas o'shani qilasiz. Avli jannatdan subhanalloh. Uka hamma yaxshi ko'radi, hammani orzusida. Va avliki ko'yna bo'lmaydi, xarob bo'lmaydi, g'am yo, dard yo qarimaysiz, joyidonasiz o'rga. Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Qarang, payg'ambarimiz aytadi, har kimki sunnatlarga mudovamati bo'lsa, ya'ni sunnatlarni hamisha o'qisa, ya'ni ertayin ham 2 rakat sunnatini peshinni o'qiladi, 6 rakat peshinga sunnati bor, shomga 2 rakat sunnati bor, xoftanga 2 rakat sunnati bor. Har kimki shunga mudovamati bo'lsa, ya'ni shu sunnatlarni yaxshi qilib o'qisa, payg'ambarimiz aytadi, Parvardigor unga jannatdan avli tuzatadi, podosh beradi. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin va hammamizga nasib qilsin.